Assalomu alaykum. Bugun yangi ishimizni boshlaylik. Bugungi boshlagan ishimiz Spark bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Uni polirovka xizmatiga olib qo'yganmiz. Faralari, tumankalari hamma joyini polirovka qilib, uni tosh tekkan joylarni bilinmaydigan qilib taxlaveramiz, xudo xohlasa. Faralar umumiy holati, bakavoylarini, ishi ruchkalarini qora bo'ladi, o'shani oq svetga bo'yab beramiz. Mana bunaqa joylari bor. Joylarini kosmetika qilib ketamiz. Haqiqiy bilan kirgan joylari bor, ularni tortib ketamiz. Ikkita buferlar kraska sepildi. Xudo xohlasa kalizi ham pachoq joylari bo'ladi. Mana grammatik qismlari kraska sepilgan. O'ziniki mashina rangiga nisbatan sariqroq bo'ladi. Ketsa zavod qilib sepilgan. Sariqroq chiqishi kerak. Ko'rinishi. Bunda qilingan joylar ro'yxatdan qilinadi. Yig'ib tayyor bo'lgan jarayonlarni ham to'liq qo'yib boramiz. Boshlanish qismini ayrim sabablarga ko'ra qo'yolmay qoldik. Endi qo'yib borishga harakat qilamiz. Kuzatib borishda davom etinglar. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar mashina tanlamaymiz. Faqat ozgina kutib turiladi. Tayyor bo'lgan videolarni ham qo'yib boramiz. Fillarni ham yangi vipiska bo'ldi. Abosovkalari, narsalari almashgan. Mana bu oldi shegirlar qismlarini tortib ketamiz, pachoqlarini, xudo xohlasa. Tayyor bo'lgan videolarni qo'yib boramiz yana. Mana Spark'chamizni ham fillarini sepib olganmiz. Quritadigan xonaga turibdi. Qurib bo'ldi. Xudo xohlasa umuman chang tushmay zo'r holatga chiqadi. Mana arqa bufeli. Buni yili 13-yil bo'lganligi sababli yangi bufer kraskasi yaxshi tushmadi. O'shaning uchun o'z rangiga podbor qildirib sepib oldik. Telefondan qanday ko'rinishini bilmadim, lekin kraskasi juda ham a'lo holatga chiqqan. Chang tushgan joylari bo'lmaydi. Yig'ib tayyor bo'lgan jarayonlarni ham qo'yib boramiz, xudo xohlasa. Mana Sparkimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa. Buni ikkita oldi buferini sepdik. Yili eskilik tufayli yangi bufer rangi tushmadi. Yangi eski buferlar qo'ydik. Faralarini chotki qilib polirovka qildik. Mana ham alohida videosini qo'yganmiz o'zimiz profilga. Mana kanizni sepdik. Chunki sariqroq bilan sariq qilib sepilgan. Endi lokin qilinadigan joylar miyatini qildirsak, xudo xohlasa tayyor bo'ladi. To'liq polirovka qildik. Polirovka bir etapli polirovka qildik. Egalarning xohishiga qarab effekti baribir yaxshi chiqdi. Mana umumiy ko'rinish. Yilga nisbatan mashina holati yaxshi turibdi. Kraska tekkiziladigan kosmetika joylarini hammasini kosmetika qilib oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mashina tanlanmaydi.
Faqat ozgina kutib turiladi. Keyingi videolarni qo'yib boshida davom etamiz. Uzoqlashmanglar.